Bu man, buyam man. Bunisi ham o'zim. 1,5 yildan beri raqs hobbisi bilan shug'ullanaman. Yoshim 32da, ferritinim 53. Maqtanib ketdik. Har safar yangi auditoriya kelganda albatta stabilniy kritika va hate keladi. Sizdan kutmagandik bunaqani. Bir-birimizni taniymizmi o'zi? Besonaqay o'ynaysiz. Есть куда расти. O'zi o'qitib oling. Okay. Yoshingizga yarashmabdi. Okay. Semiz. Okay. Endi meni ilhomlantiradigan xoreografni ko'rsataman. Tanishing, Paris Goebel. Tengdoshlar eslaysizlarmi 2015larda YouTube'da Royal Family Dance Crew degan raqs gruppasi super mashhur bo'lib ketgandi. Yana shu yillarda K-popda oppoqqina ozg'ingina aziyat raqqosalardan qo'y bold afroamerikankalar kelish boshladi. Big Bangni Bang 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 klipida, 21CLni Hello Big klipida, Asian Music Awards ham Big Bang bilan aynan shu Royal Family Dance Crew chiqqandi. Xullas bu gruppa Paris tarafidan yaratilgan. Justin Bieberni Sorry klipida ham shu, Beyoncé'ni Super Bowldagi performansi ham shuniki, Rihannaning homiladorligidagi Super Bowlni ham shu sahnalashtirgan. O'tgan yilgi Lady Gaga'ni Abracadabrasi ham Paris Goebelning ishi. Paris esa hech qachon anoreksiya standartlariga to'g'ri kelmagan, lekin performer sifatida oh my god, she's an icon, she's a legend, she is the moment. Так что buni hammasi stereotiplar, qurruq stereotiplar. Odamlar esa gapiradi. Ular uchun fikrni muhim deb o'ylashga yagona yo'l. Bye bye baby girl.